Toshkentga ham borib, qabrlarni ziyorat qilib, 200 dan ortiq qorilarni xatmlarini bag'ishlab kelganinglarni ko'rib, qavmimiz, otamiz, do'stlari, shogirdlar bari yig'lab xursand bo'lib, Alloh rozi bo'lsin deb, savobidan o'zini ham ota-onalarga yetkazsin deb duolar qilishdi. Mana o'zingiz borib, qabrni borib ziyorat qilib keldingiz. O'sha olsuning elini atidan rozilik bildiramiz. O'sha bizning olimda, shayximizni eslab safar olib borib, o'shanchalik ko'ngil bo'lganingizlar uchun jamoatlar bilan barimiz rahmat aytamiz, rozilik bildiramiz. Mamlakatimizga, Qur'onimizga qanday xizmat qilgan bizning yosh bolalarimiz, zurriyatimiz bilish kerak. Abdurahmonov Kimsanbay Hoji Hazreti Muftiyimizni, andan keyin Majitov Abdusattar Hazratlarin, andan keyin Jumanov Murat Hoji Hazretimizni, andan keyin Jalilov Chuvoq Hoji ex muftiy o'tib ketgan hazratlarimizning qabrlarini ziyorat qildik. Uy bilan bola chaqa jamoati bilan uchrashdik. Al kishilarning tiriy mezgilinde mamlakatimizga, dinimizga, Qur'onimizga qilgan xizmatlarini bir eslab, zikr qilib, Allohning haqqına xatbul Qur'onlarni tushirib, duo qilib kelatamiz. Mana o'shalarning qatorida hurmatli tug'anlar, biz 1-2-3 kun bo'lib qoldi, safarga chiqib, qo'ng'ishlash, bo'rdosh, musulmon bir tug'animiz bo'lgan O'zbekiston mamlakatine ziyoratga borib keldik. Allohim rozi bo'lsin, uchurdan foydalanib biz O'zbekiston mamlakatining Төрағасы Hazreti Muftiyi Nuriddin Abduxaliq Nazaroğlu Hazretimizga terin razılık bildiremiz. O'zbekiston mamlakatine, Borbor qalası, Toshkent shahrına barib, o'zingizlar yaxshi bilasizlar, qiyin uchurlarda, Sovet davrida biz bugun qanday yaxshi egemendilik, din egemendiliginde yashab jatgan bo'lsak, o'tib ketgan ulamalarning cho'ng salimi bo'ladi, cho'ng xizmati bo'ladi tuğanlar. O'rta Aziya Jana Qozog'iston musulmonlarining eng oxirgi muftiyi bo'lgan Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf hazratlarini ziyorat qildik. Al kishi egemendilikda birinchi muftiy bo'lib hisoblanadi. Bugun atayin muftiyat jamoati bilan ustozimiz Shayx Alauddin Mansur hazratlarining jamoati bilan Alloh rozi bo'lsin, ustozimizning zurriyati, baldari bilan görüşölü deb keldik. Alloh taolam inshaalloh ziyoratlarimizni qabul qilsin. Ustozimizning juvoyi, gelinchegi hayot ekan, Alloh taolam ömrünü, rizqisine bereke versin. Ushul ustozimizni ta'ratine suv tayyorlab, ustozimizning Qur'on tafsirinde, ilminde qancha mehnat bo'lgan bo'lsa, biz bilishimiz kerak. Anın juftu halal juvoyidagi o'shanga o'rtoqdosh inshaalloh. Biz bugun ustozimizni qanday siylasak, anın juftu halal bo'lgan apamizni dag'i o'shunday siylashimiz kerak. Sebep degende erkektin yetişişine ayal kişinin dag'i salımı cho'ng tuğanlar. Uşunu hech qachon unutmaylı. Allah taolam apamızın ömrünün rızkısına bereke versin, den soluğun çın kılsın, neverelerden, baldardın, cemaatin sıy hurmatını görüp jüre versin. Bardığınızlardan Kuday taolam razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. يا أخي ذنب النواصي أدرك غريق المعاصي. الله طبعا هذا السلام هذا السلام فاكري تفضل ويا جودة كم halkımızda o şu tozallıkı çakırışlık İslam'da bir rüknü olan. Şöyle Mufti Hazretleri uzağa uğur versin. Sıkali selamat versin. Uzağa bir İslam'a hizmet etsin. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an hadisidir. Cemaatimize ulaşan dualarımızı Allah ta'ala kabul etsin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. Ve ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin. Bizning din o'quvchilarimizdan, tahfizul Qur'onlardan shu ustozimiz Shayx Alauddin Mansur hazratlarining 200 dan oshiq xatmul Qur'onlar o'qildi. Mana o'shalarni jiyitib, Allohim ajr savoblarini suyukli Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan muborak ruhi toyibalarına hadiyamizni birgalikda
Elimizdeki yurtumuzga, mekenimizge hizmetini ötüp etken ata-babalarımızın ruhuna, jana bizden ümit etken marhumaların ruhlarına ve hasaten ya Rabbal Alemin. Allah'ın özünden tanamullah Kur'an'ına hizmetini ötüp etken hurmatlı din alımız marhum Şeyh Abdül Nasur Hazretleri'nin ruhuna hadiyelendik. Allah'ın marhumumuzun barıp yerleşen kabrın Firdavs cennet bahçelerinin bahçeleri ya Rabbal Alemin. Uçun Abdül Nasur Hazretleri'nin arkasına kalan cemaatine, üyeler, bahçekasına, yetişikine, tırçı kamanlık gerektiğini gidelim. Okulunan berekeli Hatmul Kur'an'ın şarifatlarında Kuday'ın memleketimizde Arganda kırsızlardan, valilerden, tabiat kırsızlarından özünü saklarım ya Rabbal Alemin. Allah'ın cüzlerinizi carı kılın, günlerinizi geçirgin. Uşul marhumumuzun arkasına kılgan urpaklarına, apağızın dez ol, uçan yol, ömrüne bereke vergen, nevrelerden senin hürmatın görüşünü nasip etken, arkasından şu karekelerinizin dağı işlerine, cevaplı hizmetlerine özünü cengillik vergin, güç kuvvet vergin. At-tayyibine tahirin, festecib dua'ayla ve rahmetke ya Rahman Rahimin. Allah.